Mana xizmat paytida o'zini uyali aloqasidan foydalanib, ichki ishlar xodimi даже rulda ham gaplashyapti. Bunga ham chora ko'rish kerak. Albatta, men sizni hozir kelayotgan paytni ko'rdim, syomka qilishga ustunlik qila olmadim. Hurmatli ichki ishlar xodimi, salom alaykum. Yaxshimisiz? Nimaga hozir men sizdan iltimos qilib so'raganimda shu yerda tartibga oling desam, nima edi? Nima ishingiz bor edi deyapsiz. Siz eldi xizmatidamisiz? Nima qilyapsiz xizmatkorimiz? Siz xalq xizmatkorimi? Tartibga olmasdan. Siz nimaga menga bunaqa muomalada gaplashyapsiz? Sizga qanday muomalada gaplashyapsiz? Nima edi? Nima ishingiz bor edi deyapsiz. Qanday muomalada gaplashyapman? Mana shunday muomalada gaplashdingiz men bilan. bitta o'zimman. Shuncha odamni bitta o'zim boshqaryapman. Shuni chiroyli muomala qilish mumkinmi? Qo'ldan kelgancha qilyapman. Chiroyli muomala qilish mumkinmi? Keling, ana shu kamerangiz bilan men bilan birga yuring. Keng baqir. Yo'lni chetiga o'ting. Siz hozir yo'l tartibiga ham rioya qilmayapsiz o'zingiz. Xodim bo'lib turib. Siz mana mashinangizni oling, siz ham qanday bo'lgan ekaningizni. Siz oldingizga to'xtadimmi? Men sizga to'xtab olib to'xtang edi. Men hozir qayerda turibman hozir? Meniki qayerda turibdi? Siz o'zingiz aytyapman men. O'zingiz xavfli joyda turibsiz deyapman. Qanday xavfli joyda turibman? Moshin harakat yo'lida turmang deyapman sizga. Siz ichki ishlar xodimi qonunni bilishingiz kerak. Syomka qilib o'rtaga yuribsiz. Hurmatli ichki ishlar xodimi, eshiting meni. Bir minut eshiting. Ichki ishlar xodimi o'zini xizmat vazifasini даже qonunni bilmaydi. Nimani taqdim qilaysiz sizga? Majburiyatingizni deyapman. Majburiyati? Ha. Majburiyatimga nima kerak ekan? Bilmaysizmi? Ha? Bilmaysizmi? Yo'q, nima kerak ekan? Bilaman desangiz ayting, bilmayman desangiz. Tartibni saqlash. Shumi? Bo'ldimi? Fuqarolar xavfsizligini ta'minlash. Shumi? Siz ko'chada yurmang, syomka qilib, chekkaga o'ting. Xo'pmi aka? Men mana yo'l chetida turibman mana. Gapiring. Ko'ring, nechta odam turibdi, nechta fuqaro turibdi. Xo'p. Qanday tartib? Men o'shani sizga aytdimmi? Mana bu yerda tartibga oling, tirbandlik bo'lyapti desam, nima ishing bor? Nima? Men nima qilyapman? Aka deb ko'rsataman. Men qonun ostida so'rayapman siz bilan. Men sizga tanishtirdim. Men siz bilan qonun ostida so'rashyapman. Ko'rsating, men sizga guvohnomani deyilmaydi. Majburiyatingiz o'sha qonunda ko'rsatilgan. Mana aka. Mehroj aka, eshitaman. Siz hech qachon mana shu eldi xizmatidasiz, xalq xizmatkorisiz-da siz. Aka, quloq soling, gapimni eshitib turing, sizdan kattaman. Tushundim. Siz mana bunaqa muomalada bo'lmasligingiz kerak. Men sizga aytyapman, aka, mana bu yerda gapda tartibga solsa, tirbandlik bo'lyapti desam, nima edi? Nima ishing bor edi? Unaqa muomala bo'lmaydi. Aka, nima ishingiz bor deganim yo'q men. Shu gapni gapirdingiz. Aka, nima shu gapni gapirganingiz uchun men to'xtadim. Siz nedavolni gapiryapsiz. Hurmatli ichki ishlar xodimi. Siz eldi xizmatida bo'lganingizdan keyin muomala qilishingiz kerak. O'sha yerda menga qarang, o'sha 8-bandida to'xtang. Ichki ishlar organlar to'g'risidagi 8-bandida o'sha yerda qanday